Pigmentli nevus oddiy qilib aytganda teridagi katta o'lchamli xol bo'lib 1 sm dan boshlanib butun tana sathini egallab olishi mumkin. Bola tug'ilgan zahotiyoq yuz, tana, qo'l, oyoq sohalarida jigarrang yoki qora rangdagi teri hosilasi aniqlanadi. Uning usti mayin tuklar bilan qoplangan bo'ladi. Bola o'sgan sari nevus hajmi ham shunga mutanosib ravishda o'sib boradi. Odatda bola hayot uchun xavfsiz hisoblanadi. Ba'zida teri saratoniga aylanish ehtimolligi bo'ladi. Shu sababli iloji boricha o'z vaqtida plastik operatsiya qilish tavsiya etiladi. Operatsiya usuli nevus hajmi va tananing joylashgan joyiga bog'liq bo'ladi. Agar nevus kichik hajmda bo'lsa, nevus olingandan so'ng sog'lom teri bilan yopiladi. Agarda nevus katta hajmda bo'ladigan bo'lsa, nevus olingandan so'ng tananing boshqa qismidan teri ko'chirib o'tkaziladi. Ba'zida nevuslar sog'lom teri ekspander yordamida o'stiriladi va bu teri keyinchalik jarohat o'rnini yopish uchun ishlatiladi.